biz parallel yoylarga oid masalalarni, ya'ni gradus hisobida ishlanishi qanday bo'ladi? Mana oldingi darsimizda biz o'tgan edik. Ekvator, ya'ni yerning markaziy qismidan qutblar tomon parallel yoy uzunligi qisqarib boradi. Shuningga bog'liq ravishda demak gradus, ya'ni uzoqlik ham o'zgarib boradi. Agar bizga so'ralayotgan nuqta shimol va janub, ya'ni shimoliy va janubiy nuqtalar oralida masofani toping deydigan bo'lsa, doimiy ravishda 1 gradus parallel yoyning uzoqligini ko'paytiramiz. Ya'ni 1 gradus parallel yoyning uzoqligi bizga yaxshi ma'lumki, dastlab Xorazmiy, undan keyingi olimlar tomonidan aytilgan, ya'ni 111 kilometrga teng. Doimiy ravishda berilayotgan sonni biz shimol yoki janub so'ralsa 111 ga ko'paytiramiz. Agar berilayotgan son bizga berilayotgan son g'arb yoki sharqiy nuqta oralig'idagi masofani aniqlang deydigan bo'lsa, mana shu jadvalimizga murojaat qilamiz. Ya'ni mana shu jadvalimizda mavjud bo'lgan sonlarni biz yodlagan, shu haqida tushunchaga ega bo'lgan bo'lsak, bu masalamizni ishlashda hech bir muammoga duchor bo'lmaymiz. Demak, parallelga oid masala graduslarda qanday ifodalanadi? Mana misol uchun chekka nuqtasi 45-gradus shimoliy kenglik, O'zbekistonning janubiy chekka nuqtasi 37-gradus shimoliy kenglik. Buni ishlashda demak gradus hisobida beriladi. Bizda endi maktabda sonlar bo'yicha berilsa, demak DTM imtihonlarida va boshqa imtihonlarda mana shunday gradus hisobida beriladi. Buni aniqlamoqchi bo'lsak, ikkalasi ham bitta kenglikda bo'lganligi uchun kattasidan kichigini ayiramiz. Ya'ni ikkalasini ayirsak 8-gradus chiqadi. Bizga yaxshi ma'lumki, 1 gradus parallel yoyning uzunligi 111 kilometrga teng. Yoki 111 deb olsak ham bo'ladi. 111 kilometrga teng. Endi biz agar O'zbekistonning chekka shimoliy va janubiy nuqtasi oralig'idagi masofani topadigan bo'lsak, buni ko'paytirsak, demak 8,8 kilometrga teng chiqadi. Agar gradus hisobida ishlasak, mana shunday mazmunda chiqar ekan. Endi boshqa misollar tariqasida ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, Kongo davlatining shimoliy chekka nuqtasi 5-gradus shimoliy kenglik. Janubiy chekka nuqtasi 7-gradus janubiy kenglik. Ikkalasi ikkita yarim sharda bo'lganligi uchun ikkalasini qo'shamiz. Bu demak 12 gradus chiqadi. Endi 12 gradusni biz demak boyagi 111 1 ga ko'paytiramiz. Ya'ni o'zgarmas sonimizga 111 1 ga demak aynan boyagi 12 sonni ko'paytiramiz. Demak, Kongo davlatining shimoliy va janubiy chekka nuqtasida oralig'idagi masofa 1333,2 kilometr masofaga teng ekan. Boyagi berilishda ikkalasi bitta yarim sharda bo'lgani uchun kattasidan kichigini ayirgan bo'lsak, keyingi berilishda ikkalasi ikkita yarim sharda bo'lganligi uchun ikkalasini qo'shib berilgan sonni 111 1 ga ko'paytiramiz. Endi bitta qoidani unutmasligimiz kerak. Bizda shimol yoki janub oralig'idagi masofa, ya'ni meridional yo'nalish bo'yicha berilsa, bu o'zgarmas son, ya'ni 111 1 ga ko'paytirsak, doimiy ravishda masalamiz mana shunday mazmunda chiqar ekan. Biz geografik xaritada demak aynan boyagi g'arb bilan sharq oralig'ini so'rashda mana shu demak jadvalga murojaat qilamiz. Mana shu jadvalimiz yordamida biz g'arbiy va sharqiy oraliqdagi masofa aniqlanadi. Chunki parallellar qutblarga borgan sari qisqarib boradi. Endi mana O'zbekistonning sharqiy chekka nuqtasi 73-gradus sharqiy uzoqlik, g'arb esa 56-gradus sharqiy uzoqlik. Ikkalasi ham bitta yarim sharda bo'lganligi uchun ayiramiz. Ya'ni 17 gradus chiqadi. 17 ni biz demak 40 ta parallel yoyning uzunligiga yaxlitlab umumiy ravishda olamiz. Mana agar biz jadvalimizga e'tibor beradigan bo'lsak, 40 dagi parallel yoyning uzunligi 85 4 ga teng. Demak, biz umumiy ravishda yaxlitlab 17 ni 85 ga ko'paytiramiz. Shunda bizda demak 4445 kilometr chiqadi. Ya'ni g'arbiy va sharqiy yarim shar so'ralganda nechinchi parallelda joylashganligiga e'tibor beramiz. Buni boshqacharoq misolda ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun 70-gradus shimoliy kenglikda joylashgan
birinchi shahar 8-gradus sharqiy uzoqlik, ikkinchi shahar 4-gradus sharqiy uzoqlik. Bu masalamizni ishlashda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bu masalamizni ishlashda 70 ta parallel yoyni uzunligini aniqlab olamiz. 70 ta yaxshi bilamizki, parallel yoyimizning uzunligi 70-gradusda 38/2 ga teng. 38/2 ga teng. Demak, ikkalasi ham bitta kenglikda bo'lganligi uchun ayirib olamiz. Demak, 8 dan 4 ni ayirsak, bu 4 chiqadi. Endi o'sha 4 ni biz 38/2 ga ko'paytiramiz. Natijada umumiy chiqqan javob biz uchun o'sha masalaning javobi hisoblanadi. Endi ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, 32 3 bir tilda 12, boyagi 3 bilan demak 15. Demak, ikkalasining oralig'idagi masofa demak 152,8 kilometr masofaga teng ekan. Ya'ni g'arb bilan sharq oralig'idagi masofa so'ralganda doimiy ravishda nechinchi parallelda joylashganligiga e'tibor berishimiz kerak. Bunda ham yana bir savol bo'lishi mumkin. Ya'ni qanday desalaringiz, ikkala kenglikda bo'lsa qanday bo'ladi? Misol uchun, demak 50-chi shimoliy kenglikda joylashgan birinchi shahar, 50-chi shimoliy kenglikda joylashgan birinchi shahar, demak 4-gradus sharqiy uzoqlik, ikkinchi shaharimiz esa 5-gradus g'arbiy uzoqlikda joylashgan. Buni ishlanishi qanday mazmunda bo'ladi deydigan bo'lsalaringiz, ikkalasi ikkala yarim sharda bo'lganligi uchun qo'shib olinadi. Ya'ni 5 ga 4 qo'shiladi va 9 javob chiqadi. Demak, bir-biridan 9 gradus farq qilar ekan. Agar bitta kenglikda bo'lganda kattasidan kichigini ayirar edi. Endi 50 ta parallel yoyni uzunligini aniqlaymiz. Bunda doimgidek boyagi jadvalimizga murojaat qiladigan bo'lsak, bizda 50 ta parallel yoyning uzunligi 71/7 ga teng. Demak, 50 ta parallel yoyimizning uzunligi 71/7 kilometrga teng ekan. O'shani biz 9 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 9 ko'paytirib 71/7 hisoblanadi. Bu masalani ishlasak, demak 3 6 bir tilda 9 boya 6 bilan 5. Demak, bir tilda ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak 63. 64 bo'ladi. Demak, 645/3 kilometr ekan. Ikki shahar oralig'idagi masofa aynan mana shunday ekan. Agar bizga parallel yo'lga oid masala tushadigan bo'lsa, mana shunday mazmunda ishlaymiz. Bu savollarimiz DTM va demak milliy sertifikat testlarimizda juda keng yoyilgan savollardan biri hisoblanadi. Keyingi vaqtlarda attestatsiyada ham juda ko'p tushyapti. Aynan ishlanishi mana shunday mazmunda hisoblanadi.